To'yimizdan keyin uyimizda tez-tez janjal bo'lishni boshladi. Xotinim bilan onam kelisha olmay qoldi. Janjal oldini olish uchun ayolimga ko'chib o'tdik, lekin erta ham kunora janjal, men qaynonam bilan chiqisha olmay qoldim. Maslahat qilib qaynotam va qaynonamni ota-onam bilan yashashga ko'ndirdik, lekin bu ham ish bermadi. Qaynotam bilan adam kelisha olmay qoldi. Shundan keyin men, ayolim, qaynotam birga yashashni boshladik. Adam, onam, qaynonam alohida yashashni boshlashdi. Qaynonam bilan adam chiqisha olmay qolgandan keyin qaynonam, qaynotam, ayolim, onam alohida, men adam bilan alohida yashashni boshladik. Yana onam va ayolimning janjali davom etdi. Mahalla raisi vaziyatga aralashgandan keyin men, ayolim, qaynonam, qaynotam va mahalla raisi birga yashashni boshladik. Vaqt o'tib qaynonam bilan mahalla raisi o'rtasida tushunmovchilik kelib chiqdi. Mahalla raisini ota-onam bilan yashashga ko'ndirdik, lekin shunda ham janjal tinmadi. Biz ajrashish masalasini ko'rib chiqdik. Mahalla raisi bizni qo'llab xotini bilan ajrashdi. Bu holat bizga ibrat bo'ldi. Lekin ko'z tegmasin, hozir xonadonimizda tinchlik va xotirjamlik.